أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. Barcha maqtov Allohlar, hurmatlilar, tubanchiliklar, alamlarni yo'qdan bor qilib, ularni har doim tarbiyalab turuvchi, bir narsaga muhtoj bo'lmagan, lekin butun borliq ona muhtoj bo'lgan, tug'magan ham tug'dirmagan, bir narsaga o'xshash bo'lmagan Alloh taolaga tegishli. Shahidlik bilan shunliqda Alloh taoladan boshqa iloh yo'q, yolg'iz uning tengdoshi yo'q. Shahidlik bilan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning quli ham elchisi ekanligini, aning ahli bayti sahobalarga, tabiinlarga ham to'g'ri yo'lda boruvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning salomlari, rahmatlari ham barakatlari bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining ummatini yoqti kun ko'p to'g'ri yo'lni ko'rsatib qoldirdi. O'zining ustida bo'lgan payg'ambarlik vazifasini yerdan kirib o'tadi. Ham qiyomat kunida da jannatga kirgan eng ko'p sonli ummat ol payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummati bo'lacak. Eng birinchi jannatga kiruvchilarda, jannatni tuturuvchilarda uning ummati bo'lar inshaalloh. Bir vaqt Abu Hurayradan keltirilgan hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kim mindan şu sözlerini öğrene oladi, yeyse ana öğrenip amel kıla, yeyse ana öğretip amel kılışı kişiye yetkiradi." Abu Hurayra radıyallahu anh aytadi: "Men deb aytdim, ey Allah elchisi" dedi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qo'limdan tuttu, hem menga 5 aybirni sanab berdi dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İttaqil maharima takun a'badan nas." Haramdan saqlan, haramdan qo'rq, eng ko'p ibodat qiluvchi kishi bo'lasan dedi. Warda bima qasamallohu laka takun aghnan nas. Alloh senga rizq etgandan rizo bo'l, qanoat bo'l, eng boy bo'lasan. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Qo'shniga qarata izgilik ihson qil, mu'min bo'lasan. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kishilarga o'zingga tilagan aybirni tila, musulmon bo'lasan dedi. Wa la tukthir min ad-dahiki fa inna kathrata ad-dahiki tumitul qalb dedi. Ham ko'p kulma, ko'p kulu qalbni o'tiradi dedi. Şu ma'nodagi, lekin so'zlari ozgina ayriladigan, ozgina ayirma o'z ishini olgan boshqa hadislar bor. Masalan Tirmizida keltiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Ya Abu Hurayra radhiyallohu anhu, kun wari'an takun min a'badin nas." Wari' shuluq taqvo degan ma'noda, amma lekin shunday ayirma bor, kichkinagina bir ayirma. Wari'un degan kishi, ya'ni taqvoli degan ma'noda bo'lsa-da, u shubuhatlardan, shikli ayblardan saqlanuvchi banda. Shikli ayblardan saqlan, eng ko'p ibodat qiluvchi bo'larsan dedi bu rivoyatimda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davom etadi: "Ikkinchi nasihati, ikkinchi kengashini warda bima qasamallohu laka takun min aghnan nas." Alloh senga bo'lib bergandan qanoat bo'l, eng boy kishilardan bo'larsan. Hem üçüncü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üçüncü nasihati: "Vahibba lil muslimina vel mu'minina ma tuhibbu li nafsika ve li ahli beytik. Vakrah lahum ma takrahu li nafsika ve ahli beytika takun mu'minan." Kishilarga, musulmonlarga ham mu'minlarga, o'zingga ham oila ahllariga tilagan aybirni tila. Ularga o'zingga ham oila ahllariga tilamagan aybirni tilama, mu'min bo'larsan. Ham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Vajawir man jawarta bi ihsanin takun musliman." Senga yaqin bo'lgan kishiga, qo'shniga deydi, izgilik qil, musulmon bo'larsan. "Va iyyaka va kathratad-dahiki fa inna kathratad-dahiki fasadul qalb." Ko'p kuluvdan saqlan, durustlikda ko'p kuluv yurakning buzuluvidir deydi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam.
İhtibar etsek iki hadiste birbirine okşaş. İhtibar etsek iki hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 nasihatini aytdı, 5 ishni oz-siziqlab ko'rsatdi. Ya'ni ularning ne kadar kishi uchun kerak ekanligini anglatdi. Eng birinchisi boya endi anlatib ketgancha shikli aybirdan saqlan. Shikli aybir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "İnnel halale bayyinun ve innel harama bayyinun ve beynehuma mushtabihat." Halal bilgili, haram bilgili. Arasında şikli bo'lgan aybir bor. Kimda kim shiklidan saqlana, bunda haram turgan so'z bormi? Mu'min o shikli aybirdan saqlanadi. Kimda kim shikli aybirdan saqlana, o o'zining dinida, namusida poklovchidir deydi. Kimda kim shikliga tushsa, ol ertami so'ngmi haromga tushadi. Tiyuliqda o'zining hayvonlarini kutuvchi banda kabi deydi. Ol hayvanlar, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatkancha tiyuliq qirında hayvanlarning kutuvligi bo'la, ham bu kutuvchi tilamasa da ertami so'ngmi kutuvi anan shu tiyuliqqa kiradi. Yaysa og'iz yerida bosuga kirib qaytalar edi siyirlar, ham endi xo'jalarga ilagaydi. Şuluq aybirni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, ularni shog'ishtira adam bolasi anglasin uchun. Tiyuliq qirında zapaletnik, tiyuliq qirında kutuvchi kishi ol aqli bek yiroq bo'lgan kishi tugul. Shulay bek aqlli kishi tugul. Chunki ol ertami so'ngmi shu tiyuliqqa kirgan ekan. Shunga ko'ra shikli, shubhali aybirni da qiluvchi kishi ol endi dega aniq aqlli deb aytib bo'lmaydi, chunki ol ertami so'ngmi haromga tushashak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, shiklidan saqlan deb, eng ko'p g'iybat qiluvchi banda bo'larsan dedi. Chunki shiklidan saqlansa, haromlardan saqlansa, banda albatta farzlarni qilashak dedi. Anlattılar benim ahliler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizga da anlayışlı bo'lgan, kerak bo'lgan bir aybirni aytdi. Chunki bugungi kunda turmush yashayish bek tezaydi. Bizga berilgan mumkinliklar bek ko'p. Kishi shobada qo'y vaqtda nega shobqanini da bilmish shoba. Ham bugungi kunda ko'proq mana shu dunyoviy ne'matlarga erishuv yuzidan shobuga aylanib qo'ydi. Albatta irod oilasini ta'min etirga tegish, albatta halal ishni qilirga tegish, ammo lakin narsa eng ko'p aybir Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam anlatib ketdi, ko'ngil boyligi ekanligi, ko'ngil tinchligi ekan. Varda bima qasamallohu lak, rizo bo'l senga Alloh taolo bo'lib bergandan, takun min agnan nas, eng boy kishi bo'larsan deydi. Ya'ni seni o'tib ketgan nindidir ko'pmi sababin qilib da natijasini erisha olmay qolgan aybirlar uchun burshilma. Narsanidir tirishdim, sabablarini qilding, lekin sen degancha bo'lmadi. Demak, bunda xayrlik bor, chunki butun bo'lgan aybir Alloh taolaning cheksiz hikmati ham ilmi bilan boradi. Erisha olmading ekan, demak bunda xayrlik bor. Ham qanoat bo'la bil, senga Alloh taolo bergan aybirdan eng boy banda bo'larsan. Elhamdülillah bizga Alloh subhanahu va taolo bir ko'p aybirni berdi. Bizga Alloh subhanahu va taolo yashayish uchun yetirlik aybirni berib boradi. Bu dunyoda nishikna tirishsak da biz butun lazzatlarni olib bitira olmaymiz bir nishikda. Ramazon oyindagina ko'ramiz. Kunduz roza tutasan, elhamdülillah issirak kun bo'lsa, tomoq kiba so'g'roq kun bo'lsa, qursoq osha, iftorga azrlanib turasan, so'nggi minutlarini sanaysan. Bir stakan, bir tustag'an suv ichding, tomog'ing to'ydi. Oshiy boshlaysan, bir ustallar, iftorlarga shoq qiralar, ustallar sig'ilib tura, har bir aybirni osharday bo'lib o'tirasan, o'gizni oshab bitirday bo'lib, bir ikki aybirgina qolmasingda tomoq to'yadi. Ham mana bu kishining bu dunyoda lazzatlarni olib bitira olmaganligini ko'rsatadi. O qadar yegarlik yo'q bizning aybimiz. Ko'proq oshab tashlasan, endi ishing og'irlarga mumkin, tan og'rayirga mumkin, ham boshqa ayblar. Mana bu dunyoda Alloh taolo bizga shu misoldagina da ko'rsatadi, dunyo ne'matlarini olib bitira turgan turib. Shunga ko'ra bo'lganidan qanoat bo'la bilirga kerak, ham bu eng zo'r boylik. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam anlatgancha al-qanaatu kanzun la yafnadi. Qanoatlik bitmay turgan xazinadir deydi. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muomala masalalarini kiradi.
Mal meselesinden kuşa muamele meselesine. وَأَحِبَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ. Müslümanlarga hem müminlerge tile, üzüne hem gayle ehillerine tilegen eybirine. Hem alarga di tilemedi. Üzüne hem gayle ehillerine tilemegen nersene olursun mümin. Müslüman üzüne hem gaylesine en yaxşı eybirlerine tili. Müslümanlar da onlar bütün kişi tili. Her bir kişi üzüne hem gayle ehillerine en yaxşı eybirlerine tili. Yürüse en yaxşı maşinada yürüsün, sirak olsun, kişi de kabuklanmasın. Yaşasa en yaxşı proyektlar bilen tüzülgen üylerde yaşarga nasip etsin. Safqa bassan, namazda birinci saf bolsun. Özün tilisin, amanatni sina saklauların hem mana şu eybirlerini, özüne tilegen eybirlerini, hem gayle ehillerine tilegen eybirlerini sen başka müminlerge de görsetirge deyirsin. Özün de amanatlarını sakla. Özün de aytgan sözlerinde tur. Sen söz aytgansan ekan kişiler tinish bulsunlar, bu işleyecek indi buna. Çünkü bugünkü günde her bir kişi tili bilen söyley, en matur sözlerini söyley, ama gamelge kelip tirelgeç gamel yok. Anday bularga yaramıyor. Ol vakitte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse Allah subhanahu wa ta'ala ayetlerde Ya eyyuhellezine amenu lima taquluna ma la tef'alun. Ey iman getirgen bendeler. Kişiler de müracaat etmeyin. Ey imanlı bendeler, niye siz işlemey turgan eybirler turunda söyleysiz diye. Kabur Allah hem Allah subhanahu wa ta'ala Allah Teala'nın diye büyük aşığın çıgaradır diye bendelerinin işlemegen eybirlerini söylevleri diye. Allah subhanahu wa ta'ala Bakara suresinde ayet. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Siz kişilere yaxşılıkla öğretəsiz, özünüz onu unutasız mı diye. وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Siz bir kitabını okuyasınız. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Belki akıllığınızın işe jigirsiz diye Allah Teala. Yani mümin kişilerge akıl öğreteyken o özünden başlarga deyir. Öğretken eybirlerini özü amel kılırga deyir. Kişilerini tıyayken bir şiratta özü tıyılırga deyir. Hem namını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlik deyir. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamında وَجَاوِرْ مَنْ جَوَرْتَ بِإِحْسَانٍ تَكُنْ مُسْلِمًا. Hem sana yakın bulgan, kurşu bulgan kişiye ihsan, izgilik, igilik kıl diye Müslüman bulursun diye. Bunda ilim ahirler ayda ol iyi boyunca kurşu tugul, iyi boyunca kurşu tugul, Fatih boyunca kurşu tugul diye seferde birge bulgan kişide bulgan mümkün, bir meclisleşte bulgan mümkün, klastaşta, kurstaşta bulgan mümkün. Yani senin kırında oturgan, hatta safta oturgan kişiye de bulgan mümkün. Şuna karata ihsan, izgilik, igilik kıl Müslüman bulursun. Çünkü Müslüman ol şunun bilen ayırlar, anın tilinden, kolundan başka Müslümanlar emin. Tili bilen de, kolu bilen de ol başkalarga ziyan getirmeyi. Müslümanlar arasında olan jitirsizliklerini, bizim aramızda jitirsizlikler çok, olanı faş etip yürümeyi. Bir vakit WhatsApp'ta mı nindidir bir gruppamın yaysa YouTube'da mı Molla Ali Zavabla degan şunday narsandadir yasab bir shaharimizning masjidine kirib bir yigit endi tushirib turgan shunda bir kezuvchi abini degani provotsировать etdi so'rovlarga tegi endi javob bera ham mana shuni endi durust tugul javob berganligin ularni butun kishilarga fosh etdi. Shu bilanmi endi musulmonlar? Almet boshqalarga ko'ra subhanalloh. Müslümanni saqlarga teyish, g'avratlarini qoplarga teyish. G'avrat jitirsizliklarini qoplarga teyish ularni oqlarga teyish, kafirlik takfirga chiqarga tugul, kufrlikka chiqarga, bid'atchiga chiqarga tugul. Ham Alloh taolo rizoligi uchun qardoshlar bo'lamiz deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kurşuna diye izgilik qil diye Müslüman bulursun diye. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tamamlı 5-chi nasihatin ayta, ham saqlan ko'p kuluvdan diye. So'rov tug'ilgan mumkin, kulurga yaramaymi alaysa?
Kulurga yari amma da lakin ortiqqa ketirga tegish tugul. Ya'ni har doim o'yin kulguga aylanib qaytarga tegish tugul. Aning dunyosi bulayda o'yin kulgudan gina turadi. Gel o'yin kulgudagina bo'lsa kishi anda jiddilik bo'lmasa, ol qachon Alloh taolo bilan uchrashuvga azirlanashak. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, lazzatlarni uzishini ko'proq isga oling'iz deya. Narsasi oldiga shulay aytdi, o'lim deya. O'ynab kulib yurgan kishi o'limni isga olmay, o'limdan saqlanib, ya'ni qochirga tirisha, saqlana deb aytadingizmi? Qochirga tirisha ularni. Amma lakin ajal kelib yetsa, ol birgina minutga da, birgina sekundga da, birgina mezgilga da ertada kelmas, so'ngga da qolmas. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir vaqt shulay tanqidladi, musulmonlarning kulib turganini ko'rgach, ham sizni kulganingizni ko'rmang deb ketib qoldi. Ham onun yanına Cebrail farishta keldi, ham aytdi, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen diyorlarni kuluvdan tiyasanmi dedi. Alloh taolo dedi. Va innahu huwa adhaka va abka. Najm surasida. Alloh diye kuldirada yig'latadi. Va annahu huwa amata va ahya. Alloh taolo o'tirada tiriladi. Ya'ni Alloh taolo kuluv sababida bira, yig'lav sababida bira. Amma da lakin mana bu ko'p kuluv Geltiga shoyan aybirlar qarov, gel kuldira turgan aybirlar qarov, ol ortiqqa ketirga tegish tugul, musulmon buyuk uchrashuv kunin kutirga tegish, azirlanirga tegish. Va sabbitil aqdama illa qayna. Ey Rabbimiz bizning oyoq tiz bo'nlarimizni uchrashuv kunida nima eding deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Allah Rabbimiz har barchalarimizga aniqli iymon, tavfiq, hidayat, istiqomatlar nasib eylesin. Anın qo'shqanlarini tutab, deganlardan tiyilib, bu dunyoda da, oxiratda da yuqori darajalarga erishib yashaishlarimizni nasib etsin. Alloh taolo bizga haqliqni haqliq etib ko'rsatsin, shunga eriga nasib etsin. Bizga yolg'onni yolg'on etib ochib ko'rsatsin, shundan saqlanirga nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo bizni har turli fitnalardan emin qilsin. Alloh taolo bizni har barchalarimizni shifoqlarni, kiruvlarimizdan emin qilsin. Alloh Rabbimiz har barchalarimizni da eng yuqori jannatlarda o'rnashtirsaydi, har barchalarimizda ham shunda ota-onalarimiz, abi-boboylarimiz, bolalarimiz, aniqlarimiz, qardoshlarimiz bilan birgalab shunda uchrashishga har barchalarimizga da nasib qilsin. Va aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum va li sa'iri jama'atil muslimin innahu huval ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ul alim. Sami'ud du'a. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين ويا خير الناصرين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. وأقيموا الصلاة.